Avval juda noto'g'ri taomlanardim. Lekin bugun meni hayotimda live food bor va bu menga nima bergani haqida gaplashamiz. Birinchidan, live fooddan buyurtma berishimdan boshlaboq menga 5 mahallik taom ratsionini yubora boshlashdi. Aytgancha, yetkazib berish mutlaqo bepul edi. Bu taomlar menga nima berdi? Birinchidan, bir lagan oshni men 5 ta idishga joylay boshladim va kunlik 2500 kaloriya oziqlanish natijasida, asosiysi to'g'ri yog'lar, to'g'ri mahsulotlarni yeyish natijasida men hayotimdagi yo'qolib qolgan energiyani qayta tikladim. Mashg'ulotlarga muntazam chiqa boshladim va eng asosiysi hamma orzusidagi o'sha 5 kilogramm ortiqcha vazndan xalos bo'ldim. Siz ham o'zingizni hayotingizni o'zgartiraman desangiz, avvalo to'g'ri taomdan boshlang. Chunki ko'p insonlar aytgandek, siz o'shasiz, nimani iste'mol qilsangiz